Assalomu alaykum qadrli podpischiklarim. Mana biz hozir 32-maktabga yetib keldik. Otabek Xo'ja Otaullayevni shogirdlari rekordni yanglashmoqchi. Akmal Xo'ja 75 ta anjumani qilganlar. Buni bedagilik 100 ta qilamiz. Aka keling deb chaqirishsa, biz yetib keldik. Hozir buni isbotlashadi, ko'ramiz. Rekordni yangladimi yo'qmi? Go. Assalomu alaykum sportsmen qadrdonlarim. Mana biz hozir challenge'imizni avjiga, pik darajasiga olib chiqdik. Chunki bizda hozir challenge'imizni da'vogarligiga bizni Akmalxon degan ukamiz 75 ta rekord urib qo'ygan anjumani bo'yicha. Anjumanning 75 ta rekordini yangilamiz. Yutuq bizniki deb bolalar bizga vizit tashlab chaqirishdi. Mana ko'rib turib bolalarni. Hop biz hozir Namangan viloyati Sho'rtoq tumani Zangibod MFYni 32-o'rta maktabida Otaullayев Otabek Xo'ja do'stimizni sportsmen, mujiki, boyes do'stimiz tug'ma talanti bor. Ular shogirdlari ham boshqa hammalar ko'zlari qaynab turibdi, chaqnab, yutam yutuq bizniki hechkimga bermaymiz, Namangan viloyatining chempioni bo'lamiz deb turishibdi hammalari. Qani bu chempionlikni Otabek Xo'ja sindira olganmi yo'qmi? Hozir xudo xolasa ko'ramiz bundan. Hop, shartlarimizni eski obunachilarimiz bilishadi, yangilarga hozir bitta eski obunachilarimiz hamma shartlarimizni to'liq tushunishgan. Yangi obunachilarimiz uchun buni yangita eslatib o'taman. Hop, yangi obunachilar buni bilish uchun oldindan obuna bo'lib, birinchi o'rinda shartda birinchi o'rinda obuna bo'lamiz, like bosamiz, kommentariyaga izoh qoldiramiz. Albatta har bitta izohga javob yozaman, xudo xolasa e'tibor qoldirmaymiz. Bundan keyin bizni anjumanlar Namangan bo'yicha challenge'imiz, rekordimizni asosiy shartlardan bittasi, eng asosiysi maktab o'quvchilari 7 yoshdan 18 yoshgacha bo'lish kerak. Maktab o'quvchisi bo'lish kerak birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rindagi shartda yuzgan g'olib, da'vogar, hozir masalan Akmalxon bizni subyektlarimizga da'vogar turgan bo'lsalar, Akmalxonga raqib hozir 10-aprel kuni boshlaganlar, 25-aprelgacha raqib chiqmasa Akmalxon yutib ketadi. Agar raqib chiqsa-yu, uni rekordini yangilab qo'ysa, uni 75 ta qilganlar, buni 100 ta qilib qo'ysa, bularga o'tadi, da'vogar bular bo'lishadi. Agar bular da'vogar bo'lgandan keyin bularga shu bugunchisidan boshlab 15 kun ichida bularga raqib chiqmasa, yutuq bularga beramiz. Agar raqib chiqsa, rekord yangilab olmasa ham yutuq bularga o'tadi. Agar rekord yangilab qo'ysa, bular o'yindan chiqishadi, yangi rekordchimizga yutuq o'tib ketadi. Hop, Katta. va qadrdonlar, Otaullayев Otabek Xo'jamiz, do'stimiz, boyesimiz, qo'l jangi bo'yicha chempion o'zlari, va shogirdlari ham respublika bo'yicha chiroyli sovrinlar olgan chempionlar ekan hammasi. Hop, chempionlikni amalda isbotlab olishadimi yo'qmi, rekord yangilab olishadimi yo'qmi, buni amalda ko'ramiz. Hozir eng kuchlilardan boshlaymiz. Anjumandan boshlaymiz. Ismingiz nima edi? Dilmurod. Necha yoshsiz? Yaqinroq to'playmiz. 9. Nechta anjuman qilamiz? Gap yo'q. Chempion bo'lib xudo xolasa skuter yuzlaymiz. Boshlaymiz. Men sanab turaman. Chiroyli qilaman. Shoshilmasdan. Ketdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Namoshimni qoldi. Namoshimni qoldi. 38, 39, Ismini so'rayman. Ismingiz nima? Necha yoshsiz? 12 yosh. 10 yoshmisiz? Davlat qilamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23. Şaşırma kullanılan. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, kalau kau lagi dah mana? Okey, cross base, ni short. Anjuman champion oleh tu, skuter oleh tu, champion dah.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Kulichini. Qo'ling kengaytir, qo'ling kengaytir.
Давай! Shoshilma, shoshil, qo'lidanmi? Qo'lgadanmi? 100 ta. Давай, Fardi. Va qadrdonlarim, pik darajaga chiqdik, pikka. 90 ta rekord, yangilik zo'r. 32-mayda otalar, do'stimiz shogirdi. Faxriddin sizlar bilan to'liq. Egamberdi Faxriddin 17 yoshda 90 ta rekord. Birinchi o'rin olyapti hozircha. Skuter shuni qo'lida, xudo xolasa, bunga raqib chiqsa, bizkashani Zurini bilsa chiqinglar mana. Liboy gapir. Bizkashi Liboyga javob beriladi. Gapir. Bo'ldi, hozir aytmoqda menga o'zim sovg'amiz ber akamiz. Sovg'amiz bor, buni menga o'rtasan, sovg'amizni eslash uchun asosiy sovg'asi skuter ekan, da'vogarsan, xudo nasib qilgan chempionlar o'zim maktabda bersan. Mana shu yerda hamma ichida qo'llab-quvvatlab sovg'a olishni xudo xolasa. Hozir endi sovg'alarni beramiz. Buni zaldagi qadrdonlar do'stlari buni chempionligini yuvib, buni chempionligini isbotlab, hamma ichida chempion bo'lishiga